Yoshing 20 dan o'tdiki, nimalar bo'ladi? Itdan boshlab odam zotigacha hamma senga bir xil savol beradi. Assalomu alaykum. Shu mandarindan 1 kilo qo'ying. Singlim, hali ham turmushga chiqmadingizmi? Yo'q, chiqmadim. Kerak emas menga miymangiz. Opajon, bosh og'rig'idan menga dori bering. Davleniyam ko'tarilib ketdi shunday. Agar el qilganingizda hozir boshingiz og'rimagan bo'lardi. Ha, yaxshimiz. To'xtang. Ana bu ham hali turmushga chiqmabdi. Qatmatda qiz. Dunyo erga tekkan bitta men qo'lgaman. Как будто assalomu alaykum. Assalom Shirinjon. Hali erga tegmadingmi? Ha. Erga tegdi. 3 ta farzandi bor. Ajrashdi 3 ta farzandi bilan eshitib bu kuni. Zato erga tegdi. Ha, молодец. Voy, necha yilda bir peshonang yaltirab, normal yigitni uchratib qo'ysang, unga birinchi bo'lib mana shu savolni berasan. Menga qarang. Aniq o'ylanmaganmisiz? Pasportingizni ko'rsang qani? Yo'q, o'ylamaganman. Uni buni qo'yib turing. Nima xohlaysiz? Bundan oldin uchrashuvga chiqqan yigitimga gelik deganimga sirazi qochgandi. Undan ko'ra uyga kerakli narsa so'rayman. Voy, qanaqa aqlli deb o'ylaydi. Yuring ko'rsataman. Men boshqa qizlarga o'xshab gelik-pelik so'rab o'tirmayman. Uyimizga so'yish narsa, ya'ni sak gilamlaridan gilam olamiz. Nimaga aynan sak? Chunki O'rta Osiyoda birinchi o'rinni egallagan assortimentini ko'rib maza qilasiz. Yuring. Buxoro sak gilamlaridan nafaqat xohlagan gilamingizni xarid qilishingiz mumkin, balki uyingizni interyeriga mos xohlagan gilamingizni buyurtma qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, assortiment juda ham katta. Gilamlarimizni kvadrat metri 54 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha bor. Endilikda Buxoro sak gilamlarida sak flooring ochildi. Bu yerda hattoki siz beton bilan qoplangan gilam plitkalarini ham topa olasiz. Hattoki doroshkalarning eng katta assortimentini ham topa olasiz. Sak gilamlarini Buxoroda 12 ta filiali mavjud. Biz esa bugun sizlar bilan eng katta filialida, ya'ni 6-mikrorayondagi Chinor Targ'ibot sentrini yon tomonida edik.